150 ming so'mdan shuni italyanskiy variantdagi choralarimizga yangi gördürgalarınızı menga remey o'tirib qo'yishlaringiz ham shart emas. Shuni italyanskiy variantda ikkisi eldindan 2 dona shuning chizib tushirilgan bo'ladi. Bu yon tarafda har xil 7 xil ranglari mavjud. Assalomu alaykum Kral Brand obunachilari. Bugun men sizlarga ustimdagi gördürgalarimizning italyanskiy shimlarimizni obzor etib beraman. Bu italyanskiy shimlarimizni xohlasangiz to'y bazima, xohlasangiz 25-may xohlasangiz Venetiyaga giyishlaringiz mumkin. Gördürgalaringizni orqamizda har xil variantlari mavjud. 7 xil ranglariga yana hozirda men o'zim giyib turganim seri rangga bo'ladi. Eldindan ishining 2 dona chiziq tushgan bo'ladi. Italyanskiy shimlarni bilasizlar. Keyin bu yon tarafida o'zida remeni bo'ladi. Bunga remen shart emas umuman italyanskiy variantda tikilgan bo'ladi. Kisalari pol klassik variantda ishlangan, eldindan shuning bir chiziq o'tgan bo'ladi. Keyin shunga tushadan loferlarimiz ham taxlamiz. Gördürgalaringizning 100% koja bo'ladi. Sifatlari ham zo'r, razmerlari 39 razmerdan 40 razmerdan bo'ladi. Narxına keladigan bo'lsak, narxlari 600 ming so'mdan. Keyin ustimda gördürgalaringizning shuning klassik variantdagi rubashkalarimiz ham mavjud. Hozirda turistik variant bo'ladi. Marenzo brendiniki narxlari 200 ming so'mdan, razmerlari S razmerdan 2XLdan chiqqan. Keyin ichimizda oq rangdagi bazaviy futbolka ham taxlab qo'yibmiz. Gördürgalaringizning narxlari 100 ming so'm bo'ladi. Razmerlari M razmerdan 2XL razmerdan mavjud. Keyin ranglarga keladigan bo'lsak, bu yon tarafda birinchi bo'lib beji rangi bo'ladi. Carbon brend aslida ishlab chiqarilgan, materiallar ham zo'r, havo o'tirishlari ham zo'r bo'ladi. Narxlari 150 ming so'mdan chiqqan. Gördürgalaringizning razmerlari 42 razmerdan 52 razmerdan mavjud. Hozirda men 50 razmerini yetibman. 66 kilo bolaga polni 50 razmeri to'g'ri keladi. Gördürgalaringizning kisasini eldinda ishining 2 dona chiziq tushirilgan bo'ladi. Italyanskiy shimlarda shuning bo'ladi. Keyin bu yon tarafida 2 dona remeni qo'yilgan bo'ladi. Orqasida shuning klassik variantda kisa tikilgan. Keyin bu yon tarafda shuni qora ranglari mavjud. Narxlari 150 ming so'mdan bo'ladi. Buni xohlasangiz maktabga, gündelikka giysangiz ham to'g'ri keladi. Gördürgalaringizning narxlari 150 ming so'mdan bo'ladi. Materiallar ham zo'r, havo o'tirishlari ham zo'r bo'ladi. Keyin bu yon tarafdan bir dona remeni bo'ladi. Keyin bu yonda ochiqroq beji rangdagi italyanskiy shimimiz. Gördürgalaringizning materiallar ham HB variantda ishlangan bo'ladi. Havo o'tirishlari ham zo'r. Bu ham shuning buni remeni salgina boshqacharoq bo'ladi, o'zida chiqqan. Ham ochiq bir xatar ko'rsatamiz. Buniki o'zida yopishib turgan bo'lsa, buniki polni ildiriladigan bo'ladi. Gördürgalaringizning bunga umuman remen qistirishlar ham shart emas. Eng zo'r variantda ishlangan bo'ladi. Birinchi olib bu yonda dakasda, keyin bu yonda ulab qo'yasizlar. Remen ham o'zida bo'ladi. Keyin bu yon salgina ulroq kelsa, bu yon tarafida salgina qisib ham qo'yasizlar. Orqalari ham shuning ko'rinishida bo'ladi gördürgalaringizning. Sifatlari ham eng zo'r darajada ishlangan bo'ladi. Keyin yana bir nebish ranglardan biri yitrak karışık rang bo'ladi. Gördürgalaringizning narxlari 150 ming so'mdan chiqqan, razmerlari 42 razmerdan 52 razmerdan bo'ladi. Materiallar ham shuning zo'r variantda ishlangan, havo o'tirishlari ham zo'r bo'ladi. Hozirda bu 2 dona remeni bo'ladi. Keyin eldinda shuni 2 dona diymasi bo'ladi. Buni bu yeri salgina iriroq ishlangan bo'ladi. Gördürgalaringizning boshda ildiradigan ildirasizlar, keyin zamokini ilasizlar. Keyin bu yonda 2 dona diymasi bo'ladi. Shularni ildirib, yonboshidan qisib qo'yasizlar mana. Remen umuman shart emas. Xohlasangiz rubashkalar, xohlasangiz oddiy oq bazaviy futbolkalar bilan giyib yursangiz ham to'g'ri keladi. Keyin full klassik variantdagi pinkalar bilan ham to'g'ri keladi bu. Sifatlar ham eng zo'r variantda ishlangan bo'ladi. Keyin ko'p klientlarimizga qadam hakki rangi bo'ladi. Buni materiali salgina boshqacharoq variantda ishlangan, shuning chiziq polosga o'tgan bo'ladi bundan. Narxlari 150 ming so'mdan bo'ladi. Yozda giysangizda havo o'tirishlari ham zo'r bo'ladi. Gördürgalaringizning Carbon brend aslida ishlab chiqarilgan. Bu ham shuning eldan 2 dona chiziq tushirilgan, keyin 2 dona remeni bo'ladi. Gördürgalaringizning eng zo'r sifatli variantda ishlangan bo'ladi. Materiallar ham Halodok material. Havo o'tirishlari ham zo'r bo'ladi. Keyin men o'zim giyib turgan seri rangi. Hozirda men buni giyib turibman, havo o'tirishlari ham zo'r bo'ladi. O'zingizni qulay his qilasizlar. Keyin bu yoqda tovarga keladigan bo'lsak, materiallari ko'proq HB variantda ishlangan bo'ladi. Narxlari 150 ming so'mdan, razmerlari 42 razmerdan 52 razmerdan bo'ladi. Bu ham 2 dona remeni bo'ladi gördürgalaringizning. Seri rangi bilasizlar, ko'p ranglar bilan tushib ketaveradi bu. Keyin bu yon tarafda hakki rangni yana bir boshqacha remenli variantda gördürgalaringizning. Bu ham narxi 150 ming so'mdan bo'ladi. Razmerlari 42 dan 52 dan. Gördürgalaringizning bundan eldindan bir dona chiziq tushirilgan bo'ladi. Mana xohlasangiz remenni o'zini o'tirib qo'ysangiz ham to'g'ri keladi ekan. Carbon brend asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Keyin
Tomni sinye rengi, bunu biləsizdə hazırda məktəb forma rengi boladı. Məktəbəm gündəlikə giyməklərizəm doğru gələdə. Narxları 150 min somdan boladı. En yazan narxlarda rəzmerləri 42 rəzmerdən 52-dən boladı. Bunun iki tərəfində şunun özünün remeni boladı. Hakiki klassikliğin eldindən ham arkasından ham çizik düşkən boladı. Keyin bir yan tərəfdə temniy karışın rengi boladı. Bunun narxı 150 min somdan, materiallar ham yubka boladı. Hava turishlar ham eng zo'ri. Keyin eldindən şunu iki dana çizik düşülgən boladı. Bunun yan özündə remeni yan başında boladı. Gördüğünüz Keyin bir yan tərəfindən bir dana remen qoşulgan boladı. Keyin yana bir rengi bej rengi boladı. Gördüğünüz bunun narxı 150 min somdan çıxan, rəzmerləri 42-dən 52-dən. Bunun iki tərəfində şunu remeni boladı. Keyin eldindən şunu iki dana düyməsi boladı. Üst yüzə xoşab yaxşı yaraşdırdı. Keyin sizdə bilən en köp sorulgan klassik işlərimizdən göstərəcəyimiz gördüyünüz hazırda bizə də bu işlərimizdə rəzmerləri 42 rəzmerdən ta 66 rəzmerdən mövcud. Narxlarına görə almasaq, narxları 130 min somdan çıxan, materiallar ham zor boladı. Keyin gördüyünüz işinin pol plastik variantda kisə tikilgan, keyin eldində həm arkasında şunun çizik düşülgən boladı. Məktəb yoki də dövlət işinə doğru gələn seçimlərimizdən biri. Gördüyünüz hazırda bu 50 rəzmeri boladı. Buna doğru gələn əldə həm də arkasından şunun çiziklər düşülgən boladı. Çizsin klassik variantda işləngan. Keyin bir anda şunu tomni sinye rengi, məktəb forma rengi desəkən boladı. Gördüyünüz narxları 130 min somdan çıxan, rəzmerləri 42 rəzmerdən 66 rəzmerdən mövcud. Gördüyünüz en zor variantda işləngan, materiallar ham zor boladı. Keyin en velikan klassik işlərimizdən biri 66 rəzmeri qara rəngdəki boladı. Gördüyünüz 66 rəzmer boladı bu. Narxları monikən 130 min somdan çıxan, materiallar ham en zor boladı. Gördüyünüz 66 rəzmeri en katta rəzmeri. Keyin bunu bizə də tomni sinye rəngən bu hazırda bu qara rəngədir. Keyin bir anda tomni sinye rənglər ham mövcud. Gördüyünüz əgər də sizlərə qaysı birisi yaqqan olsa, screenshot qılıb alıb bizlərə pəstəki Telegram rəqəmlarımızdan müraciət etsəizdə, bizlərə rəsmini təşəkkür etsəizdə, rəzmerinizi tapıb bizlərə BTS poçt arqalı yetkəzib verişimiz mümkün. Vilayətlərdən bizəni küzətib oturğan abunəçilərimiz bolsa, bizə BTS poçtağa gəldik. Sizlərə məhsullatlarımızı neçik tərtibdə yetkəzib verəmiz. Şularını xuda xalasa bir xatar abzor qılıb verəmiz. Hazırda BTS poçta Xorazm vilayəti Əl-Xorazmi köçəsinə gəldik. Dostlar, gördüyünüz bir dənə İşanç rəqamları yazılgan. 12.30'a telefon qılasınız. Əgər tavarınız gaming qasa bizlərə telefon urub bezə takılıb oturuş umuman hacət yox. 12.30'ga telefon qılıb telefon rəqamınızı açsanız poçtanız nerdə ekanligi məlum boladı. Keyin özlərinin telefon nömrələri var. Hər bir vilayətdə, hər bir şəhərçədə, hər bir tümende xohlagan joyingizda yaşaysizmi? Bizlərə zakaz qilishdan əldin giyimlərini, məhsullatlarını screenshot qılıb alasızlar. Keyin yaşaş mənzilinizə aytasızlar dostlar. Telefon qılğan halda bizə sizlərin yaşaş mənzilinizə en yaxın mənzildəki BTS poçta şaxapçasına giyimlərini jo'natib verəmiz. İçana girib bir dana giyim məhsulatını neçə somdan getədi, neçik tərtibdə boladı, bir xatar abzor qılıb verəmiz dostlar. Kolumdaki bu paket içində bizə bir həftədə yubaradon micazlarımızın ro'yxatları var. Ular hazır öz giyimlərini xarid qılıb, giyib, məzə qılıb yürütdülər dostlar. Hazır içəndə bir xatar savol cavab qılıb bilib alamız. Bir dana giyim, yəni bir dana Montana sportivkə, ya bo'lmasa bir dana dvoyka neçə soma baradı. Videonu diqqət bilan görəsizlər. Hazırda şəraitlər yaratılgan, gördüyünüz primerishnilar hər bir poçta şaxapçasında sizni yaşayacağınızdan primerishnilar var. Yəni primerishni degəni sizə məhsulat gələdi, paketini açasınız, giyib görəsiz. Əgər sizə rəzmeri doğru gəlməsə, xuda xalasa yenə şu arkasına, yəni bizəgə jo'natib yubarsanız boladı. Bizə yenə sizə almashtırıb sizə loyiq rəzmerini xuda xalasa yubaramız. Lekin bunun holat bizədə 1000'dən bir dana boladı desək ham boladı. Nechunsə 20 yillik təcrübəyə ega adamlar, yəni bizlər sizlərə xuda xalasa öz rəzmerlərinizni, ağırlığınızı aytsazlar, keyin boyunuzu, ölçəmini aytsazlar, öz rəzmerlərinizni to'liq xuda xalasa yubaramiz degan umiddamiz. Gördüyünüz primerishlar içini açıb, giyib, bo'ldi, bo'lmadi, bemalol aytaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak sizlarga do'stlar. Bu yerda yana aynalar bor, yarashganini ko'rib, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu bizani straxovkamiz, ya'ni bizdan ko'p mijozlar xarid qiladi, giyimni xarid qiladi. Pochta pulini addini bo'ladi, giyim puli addini bo'ladi.
keyin beri uyuna borib giyib ko'radi. Bir marta shunday mijozimizda shunday случай bo'ldi. Anglashilmovchilik bo'ldi. Keyin shu bo'lmagan mahsulotni yana bizlarga qaytarib berdi. Bize almashtirib berdik, lekin qaytarib bergan vaqtida pochta pulini to'lab bermedilar. Bizda optim narxlarda bo'lgani uchun sizga kelish pochta pul ham, sizda razmer bo'lmagan taqdirda bizlarga yuborish pochta pul ham sizdan chiqadi. Shuni diqqat bilan e'tiborga olinglar do'stlar. Hozirda bir dana mahsulotimiz necha so'mga keladi, bir qator so'rab o'tamiz. Navoiy va Sot, Chirchiq, keyin Toshkent, ko'proq Toshkentdagi mijozlarimiz aktiv. Qarshi, Olmaliq, Toshkent, keyin Sherobod, Qarshi, Qo'qon. Do'stlar, bu bizani bir haftalik mijozlarimizni ro'yxati, ya'ni bizlarga zakaz qiladi. Biz shu shaklda yeramiz. Bir dana kiptansa, ya'ni shunday shaklda bir dana kiptansani o'zlarimizda olib qolamiz. Bu mijozga yetib bordimi, yetib bormadimi so'rab surishtirish uchun telefon raqamlaringiz yoziladi, kilosi, summalari yoziladi. Yekom shaklini ham sizlarga tushuntirib o'taman. Yekom deganimiz biza ko'p videolarimizda aytib o'tganmiz, mahsulotni borgandan keyin pulini to'laysiz, hozirdan oldindan to'lov qilmaysiz deb aytib o'tganmiz. Do'stlar, Yekom shartnomasi bo'yicha shunday bo'ladi. Siz 100 ming so'mlik mahsulot bizdan xarid qilsangiz, masalan, 103 ming so'm deb yoziladi do'stlar. BTS pochtaga kelgandan keyin siz 100 ming so'm emas, 103 ming so'm to'laysizlar, to'lov qilasizlar. Nima uchun? Bu borgandan keyin, ya'ni siz mahsulotni olganingizdan keyin to'lov qilinadigan summa. Agar oldindan to'lov qilaman desangiz, 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni o'zini to'lov qilasizlar. Hozirda yana sizlarga bir ko'rsatib o'taman, qarang. Bizlere 1 milyon 203 ming so'm kelgan. Keyin 1 milyon 166 ming so'm bize qo'limizga olganmiz, qo'limizga degan 36 ming 90 so'm 3% BTS pochtaga xudo xolasa to'lanadigan. Ya'ni siz bergan naqd pulni yoki plastik kartani bizlarga olib kelib berish uchun bizlardan 3% olishadi. Shuning uchun mahsulotlarimizning ustiga 3% qo'shishga majbur bo'lamiz. Siz oldindan to'lov qilinman desangiz, borgandan keyin to'lov qilamiz desangiz, 3% qo'shishga majbur bo'lib qolamiz do'stlar. Hozirda bir dana pochta bize, masalan, shu pochtangizdan bir dana berib turasiz endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namuna sifatida bir dana pochtani olib sizlarga ko'rsatamiz hozir. Bu masalan Xorazmdan hozir men geldim. Shunday o'lchamda giyim, ya'ni bir dana Montana sportivga dvokek geldim. Shuni Toshkent Sergeli mashina bozorina chiqarsak necha so'm chiqadi? Shuni ko'rib bering. Aldın tovarni ölçümüz, miktarını 920 gram çıktı. 920 gram var. Bize de 1 kilogacha 30 ming so'm bo'ladi. Toshkentga chiqish bahasi. Upakovkasi bilan 2 ming so'm qo'shiladi. Upakovka bahasi 32 ming so'm bo'ladi Toshkent Sergeliga. Keyin qaysi viloyatdaligini qarab baholar o'zgarib boradi. Agar vodiy tomoni, masalan, Farg'ona, Namangan, Andijon bo'lsa 40 ming so'm miqdorda bo'ladi. 1 kilogacha bo'lgan. Eğer gabarit bo'ladigan bo'lsa, Gabarit bo'ladigan bo'lsa, yo'l sumkalari, keyin chemadonlar zakaz etsin. ularni o'zlarimiz gabarit o'lchimiz, bo'yi, eni, balandligini qo'shib 6 mingga bo'lib, shunda necha so'm narsa kelib chiqadi summasi, to'lov summasi. Uni azaldan naqd bo'lmaydi. Uni o'lchamayincha bilib bo'lmaydi. Toshkent bo'ladigan bo'lsa, Toshkentlik obunachilarimiz kuzatib o'tirgan bo'lsa, bir dana sportivkangiz, masalan, hozir bu 920 gram chiqdi. 1 kilosi 30 ming so'm ekan, to'g'rimi? 1 kilosi 30 ming so'mga boradi. Shuning uchun menimcha shu ham ishonchli, ham arzon BTS pochtadan foydalanganlaringiz ma'qul. Bizlar ham udobni shu. Taksilardan barabar ya bo'lmasa yo'l mashinalaridan barabar deb o'tirmaysizlar. Xudo xolasa to'g'ri zakaz qilasiz, BTS pochtadan 2 kunning ichida uyingizga borib turadi. 2 kun 3 kun. 2 kun 3 kun. Hamma ichidan ne bor? Shoxobchasi bor. BTS pochtaning butun O'zbekiston bo'yicha 200 dan ortiq filiallarimiz mavjud. 200 dan ortiq. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda 200 dan ortiq BTS pochta shoxobchalari bor ekan. Bemalol zakaz qilsangiz, o'zingizni uyingiz yonindagi BTS pochtaga yuboramiz, xudo xolasa. To'lov tartiblariga keladigan bo'lsak, to'lov tartiblari xohlasangizlar naqd pul, xohlasangizlar mana klik orqali to'lov qilsangizlar ham bo'ladi. Pochtaga kelasizda 3% qo'shilgan holda to'lov qilib, mahsulotingizni olib ketaverasizlar. Agar oldindan to'lov qilamasangizlar 3% qo'shilmaydi. To'g'ri 100 ming so'mmi, 100 ming so'mni to'lov qilib bizlar zakaz qilasizlar, 100 ming so'm to'lov qilib, borib pochtadan keyin tovarlaringizni qabul qilib olaverasizlar do'stlar. Shunday sharoitlar yaratilgan, primerchilar bor.
Görüp turganızın 200'den artıq bütün Özbekistan boylab həmmə vilayətlərdə BTS poçtalarının şaxapçaları var. Sizlər üçün bərçə qulaylıqla yaratılgan həm yol narxları arzan boladı, həm siz üçün, biz üçün işançlı boladı. Bizə optim narxda giyimlərini satqanımız üçün yol kira haqqını, yəni yol pulunu bizə öz zimməmizə almayımız dostlar. Barışam, gəlişəm özünüz zimməmizdə boladı. Haqlasazlar 4 mərtədə istəmi, haqlasazlar 5 mərtədə istəmi giyim məhsullarımızı almışdırıb bərə verəmiz. Lakin almışlaq bər istəyəni, yəni rəzmir bolmaslıqı 1000-dən 1 mərtə boladı. Videonun axırında mənzilini qoyub ötəmən, əgər Xorazmdan bolsazlar, mənzilini görüb dükanımıza gəlib giyik görüb xarid qılsazlar boladı. Kral Brand 9 etajlı domlu binanı birinci etajında joylashgan. Hozir biz 9-chi etajındamiz. Sizlarga manzil tushuntirajamiz. Yanada yaqinroq, yanada osonroq topishingiz uchun. Qaranglar, Oxim buva masjidi bu yo'lni to'g'ri o'zi Gullan yo'lini olib chiqadi. Ishi yo'lni to'g'ri o'zi burilmasdan, to'g'ridan to'g'ri ketsangiz Gullan yo'lini olib chiqadi. Shu Charraxa sen Murat Maqsad Charraxasi hisoblanadi. Charraxada Kral Brand manzili joylashgan. Ya'ni bizning do'konni, yine shu mashinalar turgan yerdan ko'rishingiz mumkin. Shu Kral Brandning yangi manzili. Hammaga ma'lum Tomaris Nur gipermarketi Jaloliddin Manguberdi haykalini bilasizlar, to'g'rimi? Yine qarang, ishi yo'l hammasi shunga olib boradi. Ishi yo'l bo'ylab ketadigan bo'lsangiz, ana to'rindan даже gipermarket ham ko'rinadi. Yaxshilab qarasangiz, 9 etaj ham ko'rinadi. Azizlar, hundan seyr bo'lib turgan domlar вечерний yarmarkaning domi. Ishi yo'l Jaloliddin Manguberdi yodgorligini oldindan to'g'ridan to'g'ri Kral Brandga keladi. Siz Jaloliddin Manguberdi o'ng qo'lingizda qoladi, Tomaris Nur chap qo'lingizda qoladi. To'g'ridan to'g'ri burilming desangizlar, Kral Brandning manzilini Murat Maqsad перекресткасini duch kelasizlar. Ya'ni topishingiz yanada oson. Yana hammaga ma'lum Beshni ko'piri Shovot yo'lidan o'tasizlar, даже bu tomondan Xonqa tarafdan kelsangizlar ham oson bo'ladi. Ya'ni ishi yo'lni to'g'ri o'zi Beshni ko'pirini sizlarni olib chiqib qo'yadi. Topish shu darajada osonki, faqat shu videoni ko'rdingizmi, yo'l tushish qoladi xolos. Beruni tomondan keladigan, Abxodnoy yo'ldan keladigan bo'lsangizlar, kardiologiyaning yo'li, ishi yo'l, kardiologiyaning yo'lini olib chiqadi. Ya'ni yurak больницасының yo'lini olib chiqadi. Abxodnoy Kolsoy yo'ldan kelaman desangizlar ham, to'g'ri shu yo'l orqali kelasizlar. Shunning aylanasizlar, Kral Brandning yanada manzili. Shu darajada topish osonki, agarda Murat Maqsad перекресткасini qoidasini, pravilasini tushunadigan bo'lsangiz, sizlar uchun shu darajada oson bo'ladi. Ya'ni agar Giyishda keladigan bo'lsangiz, Giyishda Charraxa bo'ylab yop-yorug' bo'lib, chiroyli bo'lib, sizning ko'zingizga chalinadigan bo'lib ko'rinib turadi. Bu tomon esa kardiologiya tomon. Ya'ni kardiologiyadan kelish shu darajada oson. Imunda esa doninon. Hunda esa u ishi domni ko'rib turibsizlar, yana bitgan dom. Shuni elimda sal o'tgandan keyin Toshkentdan keyin hisoblanadi. Ya'ni to'yxonalar ham ko'p yerda. Omad to'yxonasi bor, Bobur to'yxonasi bor balki. Shu to'yxonalardan kelishingizda ish Charraxadan o'tasizlar, unda bir Charraxa qoladi. Shundan yana aylanib ish yerga kelasizlar. Yana Murat Maqsad перекресткасы bo'ladi. Ya'ni Kral Brandni yangilangan, yangi dizaynda ishlangan yangi do'konidan birisi bo'ladi azizlar. Topishimiz shu darajada oson. Bu videoni ko'rgandan keyin kommentariya ostuna "Mestani topdim" deb yozsangizlar ham bo'ladi. Ya'ni mesta nerda, lokatsiya tashanglar deb aytadilar. Shu darajada zo'r tushuntirdik deb o'ylayman, xudo xolasa.